WhatsApp community. Hammaga salom. Sizlar bilan men Merik. Bugungi videomizda yana bir foydali video bo'ladi deb o'ylayman. Bugun biz Word yoki boshqa narsalardan pechatga chiqarishni o'rganamiz. Qanunda videoga ketdik. Xo'sh, birinchi bo'lib biz qiladigan ishimiz kerakli hujjatimizga kirib olamiz. Masalan, mana men hujjatimga kirib oldim. Endi biz xuddi rasmda ko'rsatilgandek Ctrl P ni bosamiz. Ctrl P ni bosamiz. Mana bizga pechat oynasi kelib chiqadi. Bu yerdan pichga bo'lgan va yoniq bo'lgan printerlarni tanlaysizlar. Pechatga shoshilmay turasizlar. Bu yoqdan razmerlarni o'zgartirsanglar bo'ladi. Bu yerda listga shu masalan yozgan so'zinglar, qo'ygan rasminglar nechta chiqishi bo'ladi. 16 ta bitta. Biz bitta qo'yamiz. Chunki 16 ta kerak bo'lmasa kerak. Endi taklifnomalar, shunaqalarni chiqarganda kerak bo'lib qoladi. Endi bu yerda kopiya joyiga masalan 100 ta kopiya qilmoqchi bo'lsangiz, maksimalnisini yozasiz. Masalan 5 ta kerak bo'lsa 5 ta yozasiz. Keyin bitta pechatga berib yuborasiz. Bo'ldi, u pechatga ketadi. Xo'sh, pechatga ketgandan keyin endi biz masalan Exceldan qilmoqchimiz. Exceldan birorta hujjatingiz. Mana Exceldan birorta hujjatingiz. Nimadirlarni yozib tashladim. Mana hozircha tayyorlantirib qo'yaman. Masalan, menda sonlar bor. Bu yoqqa barobar buni qo'shilgan buni masalan endi bitta enterni bosib yuborsak qanaqa chiqadi. Xullas yana bir o'rgatib o'tdim. Bu yerda nimaligini bu narsa. Keyin masalan buni Ctrl P qilamiz. Mana bundan xuddi men o'rgatgandaqa qilamiz. Bitta pechatga berib yuborsak bo'ldi. Endi men PowerPoint ko'rsatib o'taman. PowerPointda slayd qilgan bo'lsanglar birorta. Xo'sh. To'la ochdik mana. Ochyapman. Ochib olay to'g'rilar. Xo'sh, mana. Ochdim. Masalan, endi bir narsalarni yozib tashladim. Endi shu slaydlarni chiqarmoqchisizlar. Faqat bitta listni tanlab turib bitta bosasizlar. Shu yerdan bu rangli, rangsiz, oq-qora chiqarish tanlasa bo'ladi. Mikrofon. Bu yerdan kopiyalarni yozasizlar, pechatga bosib yuborasizlar. Endi masalan birorta rasmni, xo'sh, hozir bitta rasm topaylik. Menda mana bu rasm bor ekan. Masalan, mana shu rasmni chiqarmoqchi bo'lsanglar, mana bu yerda o'zim belgisiga chiqadi. Ja bo'lmasam, mishkani bu rasmga borib turib, mishkani o'ng tarafini yozasizlar-da, pechat joyiga bosasizlar yoki Ctrl P qilasizlar. Bunda ham bo'lmasa mana shu yerda bor, mana pechat. Mana qanday chiqishi knijniy qilib olasizlar. Bu yerda albomni turmaslik kerak, A to'g'ri turishi kerak. Kopiyaga miqdorini yozasizlar, pechatni bosasizlar. Hozir pechatni bossam menga ketib qoladi printerim. Xo'sh. Endi men bir ikkita saytlar, foydali saytlarni ko'rsatib o'taman. Googledan yana videoga qo'shimcha bo'ladi bu ham. Xo'sh, bu yoqqa Kinom deb yozamiz. Mana Kinom chiqib keldi. Xo'sh, Kinomni ichiga kiramiz. Bu mutlaqo bepul, lekin premiumni sotib olsanglar ham bo'ladi. Agar premium sotib olib kino boshqa narsa ko'raman yoki pulli kanallarni ko'raman desanglar, bu pulli bo'ladi. Lekin ashunda ham ko'raman desanglar, bir oyga tekinga beradi bunaqa videolar, kinolarni ko'rishga. Bizda asosan bu yerda futbol, o'shanaqalar ko'rish uchun kiramiz. Asosan men o'zim kiramiz. Ko'chada bo'lgan paytlaringda mana. Kirib xohlaganlaringga
hozir futbol TV'ga kirib masalan Bros futbol ketyapti, shu ko'rsak bo'ladi. Bu yerda har xil bor. Har xil kinolar endi. Bu kinolarda pulga ko'rasizlar. Ba'zilari pulli, ba'zilari mana 0 so'm bo'lgani bilan kirganinglarda mana shu oq tugmachasiga bossanglar, anaqa qilishinglar kerak bo'ladi. Registratsiya qilishinglar kerak. Telefon nomerlarini kirgizib. Shu endi yana bittasi bu ko'pchilik biladi, lekin agar mabodo kimdir bilmasa, bu yerdan Pinterest, ya'ni endi buni ko'proq Wi-Fi borlar, ja Wi-Fi borlar mas'ul. Endi ko'pchilik biladi-yu, ba'zilar bilmaydi. Bu saytda asosan xo'sh, bu yerda akkauntingizni kirgizib olasiz. Rasmingiz, bu yerdan xohlagan rasmingizni chiqarishingiz mumkin. Masalan, Technoblade rasmlar mana kelib chiqadi. Bularni save qilib, bu akkauntingizga saqlab qo'ysangiz bo'ladi. Bo'lmasam, mana masalan, mana buni ustiga bosaman, kerakli rasmni ustiga bosib, mishkani chap tarafini bosib turib, rабочий stolga olib kelib olaman. Tayyor rasm. Shu ham bitta fakt bo'lib qoladi endi sizlarga. Keyin do'stlar, hozir 1 daqiqa. Mana o'zimning kanalim. Bu kanalni tezroq ko'tarishim kerak. Yaqinda ochdim. Mana xo'p, mana shu videomizni ham ko'ringlar. Iloji bo'lsa mana shu videoni tugaganda chiqarib qo'yadigan qilib qo'yaman, agar qila olsam, iloji bo'lsa. Iloji bo'lmasa, agar mabodo uzr, mana kanalimga kirib ko'ra olishinglar mumkin. Juda foydali video bo'lgan. Sizlarni keyingi videolarda ko'rib qolaman degan umiddaman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, sog' salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.